buyurtma bergan do'stlarimizdan Turdi Muhammad uzr so'raymiz. Hozir davramiz davom etadi. Yana mana shu yerda juda ham zarur bir ish bo'lib qoldi. Hozir mana shu yerda juda ham zarur bir marosim, ya'ni to'y bolalarimizni davraga olib chiqib, mana gilamlar ustida chiroyli o'yinlarga o'ynataylik deyishdi. Endi ular mana tayyorgarlik ko'rib turganlarigacha Abrorjonning to'yida juda ham chiroyli xizmat qilgan u kishining ikkita jiyani bor. Hamidjon bilan G'iyosbeyni davramizga taklif qilamiz. Alohida hurmat bilan kelinglar, mana ikkita jiyan juda ham chiroyli xizmatlar qilishyapti. Endi mana gilamlar tayyor bo'lib qoldi. Shu o'rinda Jizzaxda Abrorjon harbiy xizmatda bo'lgan ekanlar. Chodakdan ikkita xizmatdosh o'rtoq bor ekan. Amirxon bilan Ilhomjonni davraga chodaylik mehmonlarimiz nomidan ham taklif qo'yamiz. Hamidulla hamda G'iyosbeylar, qani kelinglar, marhamat, davraga taklif qilamiz. Jiyanlar nomidan tabrik, xizmat qilgan ukalarimiz nomidan. G'iyosbey, marhamat, mana davrada sizlarni kutyapmiz. Hamidjon, qani Hamidjon, kelinglar. Amirxon bilan Ilhomjonlar chodaydan xizmatdosh o'rtoqlar nomidan armiyada O'zbekiston qurolli kuchlari saflarida xizmat qilgan o'rtoqlar nomidan davraga taklif qilamiz. Marhamat. Keyin mana to'y bolalarimizga san'atkorlarimiz chiroyli qo'shiqlarni aytib berishadi. Mana shu cho'la hurmatli opa-singil, cho'la to'y bola davrada mana gilamlar ustida chiroyli o'yinga, raqsga tushib berishadi. Endi to'y yasataylik desa qizlar qo'rqishadi jonivorlardan. Kelinglar, ungacha mana jiyanlarimiz ham she'r aytib turishadi to'y bolalarimizdan. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. To'yimizga kelganlar uchun rahmat. Ota bilan irabda Xudo rahmat qilsin. Oyam bilan dadamda umri uzoq bo'lsin. Ukalar katta qiz bo'lsin. To'yimizga kelganlar uchun rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, rahmat, salomat bo'linglar. Endi ana shu gilamlar ustiga chiqib turinglar, mana ungacha tabriklar bo'lib turadi. G'iyosbek, keling. Hamidjon, qanilar Hamidjon? Marhamat. Amirxon, Ilhomjon. Keling G'iyosbek. Marhamat, mana xizmat Abrorjonning jiyanlari xizmat qilgan ukalarimiz nomidan. Marhamat.
Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonga yig'ilgan aziz qarindosh urug'lar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Hammalaringga baxt va omad tilayman. Hamisha akamni ishlari oldiga bosin. Mana shunaqa chiroyli to'ylarda hamisha qilib yursin. Alloh o'ylagan niyatlariga hamisha yetkazsin. Qarindosh urug'larda oqibat uzilmasin. Hamtaka keling baqa. Bir mazza qilib o'yin qilaylik. Biz o'ynaymiz endi tog'a. Bitta bosma, yondirib yuborsin. Hamtakamni Tohirjon topib kelgin. O'ylagan niyatlariga hamisha yetib yursin akam. Hamisha yetib yursin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Singillarini ham hamisha hurmat qilsin. Umrlari uzoq bo'lsin, mana sheyda opalarim. Mana xizmatda bo'ldi, mana shuncha. O'z-o'zidan bo'lmadi. Aka, sizga ham omad. Endi xursandchilikda yuzta bo'ladi-da. Yuztalimi, kami? Assalomu alaykum shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar. Bugun amakimning qizlari O'g'loy, Sabrina, Mohiralarni katta to'yiga yig'ilgan ekanmiz. Biz ularga sihat salomatlik, uzoq umr va baxt saodat tilaymiz. Amakim bilan bundoq qolaman, qo'sha qarib yuraman. Hamisha mana shu qizlarini baxtini ko'rib yursin. Bizdan hamisha yuzgu tilaklarimiz shu akam uchun. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetib yursin. Biz mikrofonda gapirish uchun yo'lmaymiz. To'g'rimi Zapar tog'a? Endi juda qizishib qoldik. Hamtakam chaqirganinglar. O'yna. Sen bir cho'laylik kameraga. O'yna. Ular o'ynaversin. Ashullarni men aytaman. Qaysi ashullarni ayting? O'yna, o'ynaysan. Aman. O'yna, chiq, balaga chiq. Chiq. O'yna yo'q. Mana shu Abrorjon bilan 1999-yil tanishganmiz. Umringiz uzoq bo'lsin ukajon. Birga ikkalamiz Jizzax viloyatida chegara qo'shinlarida xizmat qilganmiz. Shunaqa kunlar boshimizdan o'tdi, o'zimiz bilamiz. Shu Abrorjon ukam mana shu biz bitta qishloqda emas, butun respublika bo'yicha bu Qoraqalpoq, jamiki vodiy, vohalarda o'zimizni hurmatimizni joyiga qo'ydik ukajon. Ikkalamiz birga bo'ldik, doimo birga bo'laylik. Mana shu bugun rosa xursandchilik. Shu qiyinchiliklar hozirgacha boshimizdan o'tib, ukajon balki men birga o'tiraylik. Xizmatdosh baribir birga xizmatdosh. Qancha qiyinchiliklarni ko'rdik. Oramizda mashaqqatlarni ko'rib, Allohga shukr, mana hayotimiz shirin bo'lib, mana shu bugun mana shu darajalarga yetdik. Ilohim Xudoy taolo doimo oldinga intilsin. Mana shu amakim, xolam ruhlari shod bo'lsin akajon. Mana shu dargohlarga men 10 yil, 15 yil oldin ham kirganman shu xonadonlarga. Boshlar qilib berib kelganman senga o'shanda. Gap yo'q akajon. Mana shu yerda men tojikcha she'rlar ham o'qiganman. Kattalarimizni umri uzoq bo'lsin. Ilohim mana shu 3 ta qizchani o'g'illi bo'lguniga jon sandan yoshroq bo'lsin aka. Endi u oldingidan yoshroq. Men aytaman. She'rni haligimizda shogirdimiz aytadi. Bitta. Ben nima deyman? Birinchidan bir bergan odamga rahmat. Ikkinchidan boru hayotda nima qilish kerak, yashash kerak. Men nima deyman? Meni yuragim urayaptimi? Demak, men yashashim kerak. Men nima deyman? O'sha birinchi muhabbat sen eding yolg'iz. Sen chiqinda yongandim, sevgandim qandik. Roziman baxtli bo'lishga sevganim bilan iltimos qilaman, qarmadingda. O'sha kungundagi birinchi muhabbat
demesen hiç bak. Otangga Rozimizdan bevafo hayot bilan iltimos qilaman chiqarmadingdan. O'sha muhabbatni endi bilganimda chiqinda yongandim, uchanda men ham. Baxtli bo'lmadim jonim sen bilan iltimos qilaman chiqarmadingdan. Hayolim senda yagona, shodligim necha kundir senda begona. Taqdir shu ekan. Men begona. İltimos qilaman chiqarmadingdan. Ammo lekin huzur. Rahmat, salomat bo'ling. Demak, 11 yil o'qigan sinfdoshlarimdan ham afzal ko'raman ukajonimni. 1,5 yil xizmatdoshim, umri uzoq bo'lsin. Biz doimo to'yxonada ham, shodligida ham, g'amida ham birgamiz. Ilohim, mana shu qilgan dasturxonlaringizga bundan ham seroq bo'lsin. Bitta o'ynaymiz endi. demak, davramizning o'rtasida to'y bolalar, atrofida esa xizmat qilgan jiyanlar va mana hurmatli mehmonlar. Mayda yo, sırgalı
Mana shu 3 ta qizaloqxona davramizda, demak, o'sha qizlarimiz bor, to'y bolalarimiz bor. Atalgan qo'shiqlar marhamat demak. Atalgan qo'shiq. Davom etamiz, davom etamiz. Qo'limizdan kelgancha. Bor uyning qaysi yuri jannat yuri dedilar. Gurunda
talab edim.